oldin uni aniqlab olish kerak. Bu autizmmi, autizm emasmi? Qaysi belgilar to'xta, men nevropatolog bolalar nevropatologga borishim kerak ekan yoki mutaxassisga uchrashim kerak ekan deb signal bo'ladi. Bugungi ota-onalar siz bilan bizani katta qilgan ota-onalar emas. Buni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bizani yaxshi ko'radimi, negativ qiladimi? Bu fakt bu. Autizmmi bugungi kungacha kim nima desa desin, aniq mana shu sabab bo'ladi deb sababini hech kim keltirib bera olgani yo'q. Agar kimdir keltirib bergan bo'lsa ham, bular ham bir versiyalardan bittasi. Zamonamiz vizioner Elon Musk misol uchun Aspergerligini tan olib chiqdi 2021-yil. Menda bitta shunday Qozog'istonda semipalaksik bitta kasalimiz bor. Mana hozir ayting 1700 yoki 1910-yil 7-may haftani qaysi kuni bo'lganning sekund ichida aytadi. Internetdan tekshirib ko'ring, o'sha yo dushanba, seshanba degan bo'lsa o'sha narsa bo'ladi. Siz bilan bizni kelajagimiz qo'limizdagi telefon emas, gadjet emas. Siz bilan bizni kelajagimiz qariganda bizga kuch beradigan, mehr beradigan farzandlarimiz bo'lgandan keyin bugun o'sha narsani berib qolaylik, vaqt o'tib ketadi-da. Hozir onalar, yosh onalar bolani ko'ntirish uchun qo'lga telefon beradi. Jim bo'lsin deydi, gaplashmaydi. Bolani emizadi, telefonda o'tiradi. Hattoki allani ham hozir mana hamma bu tayyor allalar qilamiz. Tayyor allani allaydi. U alla nima uchun chiqqan edi o'zi? Bir ota-ona 6 yoshli bolasiga qarab kopda o'ynayapti, misol uchun kopda o'ynayapti. Bolam dars qilsa bo'lardi deb o'ylaydi shu o'rniga. Lekin u kopda o'tayotgan paytda gravitatsiyani o'rganyapti. Bu haligi zichligi har xil yumshoq qattiqligini o'rganyapti. O'zi barmoqlari og'irligi, ko'pligi, himoyalanish boshlanadi, otganda ushlab olish hisoblanadi. Hamma narsa shakllanadi. Autizm holat bo'lsa va bu ijtimoiy ko'nikmalarni yaxshi rivojlanmaganligi bilan namoyon bo'lsa, uni davosi, etiologiyasi ma'lum bo'lmasa, asosiy faktor nima bo'lmasa, davo yozayotgan odam nimani yozadi unga?